Assalomu alaykum, bu Dunyo yangiliklari kanali. Bugun dasturimizda Shu kunlarda ijtimoiy tarmoqlar va internet forumlarida Jeffrey Epstein tirik degan eng noodatiy internet nazariyasi yana qayta olovlandi. Sababi oddiygina video o'yin bilan bog'liq. Fortnite'da Littlest Jeff One nomli profilning faoliyati bor degan da'volar paydo bo'ldi. Maza qiladiganlar uchun bu nom Epstein hujjatlaridan chiqqan YouTube xabarnomalarida ham uchragan. Internet detektivlari bu foydalanuvchi nomi Fortnite Tracker'da 2023-2025 yillarda faol ko'rinishini topishdi. Va shu bilan u 2019-yilda vafot etgan Epstein hozir ham tirik, balki Isroilda yashayapti va Fortnite o'ynamoqda degan mishmishni tarqatdilar. Ammo bu voqea shunchaki internet afsonasidan iborat ekan. Fortnite ishlab chiquvchilari rasman bildirishicha, bu hisob Epstein bilan bog'liq emas, balki oddiy foydalanuvchi oddiygina o'z nomini yaqinda Littlest Jeff One deb o'zgartirgan. Tracker saytlar esa faqat hozirgi foydalanuvchi nomini ko'rsatadi, eski nom tarixini emas. Shunday qilib, Epstein haqiqatdan ham rasmiy manbalarga ko'ra 2019-yil 10-avgustda Nyu-Yorkdagi qamoqxonada o'z joniga qasd qilganligi qayd etilgan. Internetdagi bunday da'volar esa faktlarga asoslanmagan. Bu holat yana bir bor ko'rsatdiki, raqamli izlar va profil nomlari haqida notanish gipotezalar tezda konspiratsiya nazariyalariga aylanib ketishi mumkin. Ayniqsa, shov-shuvli tarixiy voqealar bilan bog'langan bo'lsa. Internet qiyomat hikoyalari endi Fortnite'gacha yetib keldi. dasturimiz mana shulardan iborat edi. Bizdan uzoqlashmang, kanalga like bosib, obuna bo'ling. Xayr, sog' bo'ling.